Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Hayitlaringiz bilan. Rahmat, birgalikda bo'lsin. Sizga dastavka berib yuborishdi. Ma o'rta, hayitga bir xil qilib kelamiz. Meni pulim yetmaydi bunga. Kimdir sendan pul so'rayaptimi? Oling. Hozir. Poylab turing, hozir chiqaman, xo'p? Xo'p. Uzr kuttirib qo'ydim. Nima bo'ldi aka? Bering. Mana. Tinchlikmi? Bu sizga. Oho, bu ko'p aka. Bilasizmi, bu kimning hadyasi? Kimniki? Eng yaqin do'stimning sovg'asi. Zo'ru, nimaga yig'layapsiz unda? Hozir bolalarni choyxonaga yig'ib bo'lmayapti aka. Sovg'a salom jo'natibdi-ku. U olamdan o'tganiga 3 yil bo'lgan. Nima? Lekin har yili hayit bayramida menga sovg'a keladi. Olmaysan, mendan hayitli senga. Har hayit xijolat qilasan odammi? Agar umrim yetsa o'rta, umrimni oxirigacha senga hayitli beraman o'rta. Agar umring yetmasa-chi, kiyimsiz qolib ketamanmi? Xavotir olma o'rta, kiyimsiz qolmaysan. Shunaqangi do'stlar borki, o'zi yo'q bo'lsa ham xuddi bordek. Lekin shunaqangi do'stlar ham bor. Boridan yo'g'i yaxshidek. Hayit